Dasturlashni o'rgatib, ishga ham joylab qo'yamiz. Qanaqa deysizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bugungi qahramonimizdan dasturlashni o'rganishda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan deb so'raganimizda, dasturlashni o'rganishni universitetda o'qiyotgan paytlarim boshlaganman. Toshkentda kvartirada turish bilan yashash ancha qimmat bo'lgani uchun o'sha paytlar qo'shimcha ikkita ishda ishlardim. Kunduz o'qishda, kechasi ishda bo'lardim. O'rganishim shunga qiyin bo'lgan dedilar. O'rgan bo'lganimdan keyin ham ish topish unchalik oson bo'lmagan. O'sha payt bu soha menga emas ekan deb o'ylab qolganman. Lekin ota-onam ishonchi bu to'siqlarni yengib o'tishda katta yordam bergan dedilar. Taslim bo'lmasdan o'zlarini ustlarida ishlab, oxiri Uzinfocom kompaniyasida stajirovkaga kirib, o'zlarini yaxshi ko'rsatib, shu yerda ishga qolgan ekanlar. Uzinfocomda ishlash sizga yoqadimi deb so'raganimizda, Uzinfocom kabi katta IT kompaniyada ishlash kimga yoqmas ekan deb kulib javob berdilar. Bu yerda xodimlar uchun hamma sharoitlar yaratib qo'yilgan. Katta bino, plesh joyi, dam olish uchun chilzon, massaj kreslo, stol tennis, xullas hamma sharoitlar bor dedilar. Barat akadan dasturlashni o'rganib ish topishda shuncha qiynalgan ekansiz. Dasturlashni o'rganib osonroq ish topish yo'li yo'qmi deb so'raganimizda, xos sharoitlar juda ham ko'p. O'zim ishlayotgan Uzinfocom kompaniyasini qoshida YouStudy IT akademiyasi ochilgan. O'sha yerda dasturlash kurslarida o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab dasturlash tez va oson o'rganib olsanglar bo'ladi. O'zinglarni yaxshi ko'rsatsanglar, Uzinfocomga ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham dasturlash tez va oson o'rganib, katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.